Viloyatimizda joylashgan yirik stiklo-plastik korxonasida Payariq tumanining hududiy markazida barpo etilayotgan yangi O'zbekiston maydoniga o'rnatilishi uchun balandligi 30 metr bo'lgan maxsus prezident archasi yasalmoqda. Ushbu ulkan archa zamonaviy texnologiyalar asosida yuqori sifatli metallardan tayyorlanayotgani bilan ajralib turadi. Archaning har bir konstruktiv qismi puxta injiniring hisob-kitoblar asosida ishlab chiqilmoqda. Yaqin kunlarda mazkur archani o'rnatish jarayonida mutaxassislar tomonidan yoritish tizimlari, rang-barang dekorativ panellar, zamonaviy LED bezaklar va turli tematik o'yinchoqlar o'rnatilishi rejalashtirilgan. Yangi O'zbekiston maydonining markaziy bezagiga aylanishi kutilayotgan ushbu prezident archasi tuman ahli uchun yangi yil shukuhini yanada oshiradi. Archaning yoritilishi kechki payt butun maydonni charog'on qilib, bayramona muhitga alohida fayz bag'ishlaydi. Mazkur loyiha Payariq tumanida amalga oshirilayotgan qurilish va obodonlashtirish ishlari ko'lamining yorqin namunasidir. Bu tashabbus tumanimizning zamonaviy qiyofasini yaratish, aholi uchun qulay va shinam muhit hosil qilishga xizmat qiladi.